Demak, birinchi guruh anionlarimizga sulfat, sulfid, tiosulfat, silikat, karbonat va fosfat anionlari kiradi. Natriy tiosulfid, natriy silikat, natriy karbonat hamda natriy gidrofosfat tuzlaridan foydalanamiz. Birinchi guruh anionlari uchun bariy xlorid tuzi guruh reagenti hisoblanadi. Demak, biz birinchi sulfat ionini aniqlashimiz uchun toza probirka olamiz va unga natriy sulfatni eritmasdan uzoq solamiz va guruh reagenti bariy xloriddan eritmasdan qo'shamiz. Mana oq cho'kma hosil bo'lganligini ko'rishimiz mumkin. Bu reaksiya effekti sulfat anioni borligidan darak beradi. Toza probirka olib sulfid anionini aniqlash uchun natriy sulfid eritmasdan qo'yamiz va guruh reagenti bariy xloriddan, mana bunda ham oq rangli cho'kma hosil bo'ldi. Hosil bo'lgan cho'kma sulfid anion ekanligidan dalolat beradi. Karbonat anionini aniqlash uchun esa natriy karbonat eritmasidan foydalanamiz va guruh reagenti, mana bunda ham oq rangli cho'kma hosil bo'ldi. Bu ham karbonat ioni borligidan dalolat beradi. Fosfat anioni uchun natriy gidrofosfat tuzidan foydalanamiz. Guruh reagentidan ozgina qo'shamiz va bunda ham oq rangli cho'kma hosil bo'ldi. Tiosulfat anionini aniqlash uchun esa mana natriy tiosulfat eritmasi va unga bariy xlorid guruh reagentidan qo'shamiz va ozgina muddat o'tishi bilan bunda ham bariy tiosulfat cho'kmasi hosil bo'ladi. Mana ozgina vaqt o'tib cho'kma hosil bo'ldi. Bu bariy tiosulfid cho'kmasi. Va navbatdagi anionimiz bu silikat anioni. Natriy silikat tuzidan foydalanib bajaramiz. Mana bunda ham cho'kma hosil bo'ldi. Demak, guruh reagenti yordamida biz anionlarni hammasini aniqlashimiz mumkin. Demak, hurmatli talabalar, endi biz bu anionlarni xususiy reagentlar bilan reaksiyalarni ko'rib o'tamiz. Masalan, sulfat anionini aniqlashimiz uchun bunga xususiy reagent qo'rg'oshin atstat tuzidan foydalanamiz. Qo'rg'oshin kationi bunga xususiy reagent hisoblanadi. Demak, sulfat anioni oq rangli cho'kma hosil qiladi. Tiosulfat ioniga xususiy reagent sulfat kislota bilan reaksiyasini ko'ramiz.
Unda qo'ng'ir sariq rangli oltin gugurt hosil bo'ladi. Eritma mana loyqalanish kuzatilyapti. Sariq rangli loyqalanish hosil bo'ldi. Bu sulfat anioniga xos. Demak, tiosulfat ioniga xos bo'lgan yana bitta xususiy reaksiya temir 3 xlorid bilan borishini ko'ramiz. Karbonat anioniga xos bo'lgan sifat reaksiyalarimizdan biri, xususiy reaksiyalardan biri bu xlorid kislotaga bo'lgan munosabatini ko'rishimiz mumkin. Karbonat anionni aniqlashda xlorid kislota eritmasidan qo'shsak, unda gaz ajralishi kuzatiladi. Demak, hurmatli talabalar, biz hozir birinchi guruh anionlarini guruh reagenti hamda xususiy reagentlar bilan ularni aniqlanish reaksiya tenglamalarini ko'rdik. Sodir bo'lgan reaksiya effektlari ularni o'sha eritma tarkibida mavjud ekanligidan dalolat beradi.